Assalomu alaykum, hurmatli o'rtoqlar. Bugun mana yoz faslining ikkinchi oyi ham yakunlanyapti. Kechki payt yomg'ir boshlaganicha kecha 11 gacha yog'di. To'xtab, lekin zo'r yog'di. So'ng kungi o'ta ortiq issiqlarda barglarimizni stressdan chiqarib berdi. Hurmatli o'rtoqlar, bog'larda mayda juda ikirlar juda ham ko'p. Bu bog'bon bo'laman deb bog'da sirini hammasini bilish qiyin. Buni asta tajriba asosida yillarda O'zbekistonimizda bog'dorchilik juda rivojlanyapti, keng yo'l. Shular qatorida O'zbekistonimizda o'sha Namangandagi ifoda firmamizda judayam biz bob, ya'ni men bob, xo'jalik bob, umuman dehqonlar bob mahsulotlaridan natijalar mana hozir har kun ko'rsatyapman. Bu hammasi o'zimning xonadonimda. Hurmatli o'g'lar, yomg'ir yog'di kecha yaxshigina. Endi yomg'irdan keyin 40dan ortig'ini aytmayman. 40 darajada issiqda uzumlar, mevalar, barcha stress qizib haligi asabi o'ynab issiqdan turganda birdaniga 20 gradus, 25 gradus salqin bo'lib yomg'ir yog'sa, endi muzdekgina yomg'ir. Bunda albatta stressga tushib qoladi. Yana bir uzumlarda hozir pishish suv kirish jarayonida biz uzumlarga o'sha obrabotkalar hozirgacha fungisidlarni berdik. Endi hozir bizga mana Polisol degan, Polisol 40% ES. Juda ham dehqonlar bob narsa mana. Polisolimiz 10 litrga 5 gramdan beramiz. Bu nima qilib beradi? 5 gramdan 7 gramgacha. Biz mana bitta 9 gram bo'lsa, yana 3 gram qo'shsak 6 gramdan bo'ladi. Mana 4 gram. Tak 5 gram 4 gram. 6-7 gramdan to'g'ri keldi. Endi bunga bizda bu nima qilib beradi? Bular suv kirish jarayonida uzumda changi bo'ladi. Hozir ko'rsataman. Changi bo'ladi. Changini saqlab beradi. Keyin mazzasiga o'zini mazzasini qo'shib beradi. Hamda fungisid qolgan, qutgan, yomg'irda yoqqan haligi mikroblar, zamburug'larni getlar kaput qilib, ularni o'ltirib yo'qotib beradi. Juda ham hozirgi shu uzum pishib turgan jarayonga yaxshi yordam beradi. Va o'sha oradagi ancha-muncha kasallar yo'qotib beradi. Endi biz bunga plus ifokalifos degan vitaminimiz bor. Agrovitaminimiz bor, buni o'qib beramiz. Ifokalifos 35-40 gramdan. Mana, tak. Bo'ldi. Mana 35 gramdan 50 gramgacha degan, lekin biz o'shandan ozroq pastroq yuramiz. Sababi peridoza yo'q-ku. Plus minus 3-4 gram peridoza bo'lmaydi. Shuning hisobiga biz aytgan normadan o'rtacha qilib beraveramiz. Masalan, ana kamida 5 gramdan 7 gramgacha dedik-ku, Polisolda biz o'rtacha 6,5 gramini oldik. Buni 50 gramgacha degan, biz 50 gram bas o'sha 35-40 gramda oldik. Juda ham zo'r bo'laveradi. Endi bularda biz hozir aralashtirib sepib chiqamiz. Ifokalifos nima qiladi? U ham stressdan chiqaradi, ham bargini cho'p-cho'rni qilib, zeb-zelini qoraytirib beradi, stressdan chiqaradi. Chunki nima deyapman, kecha yomg'ir bo'ldi-yu, yomg'ir yog'magan taqdirda ham o'sha havo isib ketganda barglarga quvvat beradi. Mana barglarni mana zeb-zelini qilishga, o'sha stressga tushgan mana bundaqa chekkalari kuyib qolgan stress mana shular. Uzumni barg. Shularni yana qayta tiklanib, jonlantirishga yordam beradi. Qolganini hozir ko'rib boramiz. Xayrli kun, hurmatli o'rtoqlar. Obrabotkalarni chiqdik. Mana endi biz Polisolni foyda zararini ko'rsatamiz. Hurmatli o'rtoqlar, Polisol mana fungisid, Polisol 40%lik
Porsche va oydum. Porsche kasali bilan oydum kasaliga qarshi birinchi o'rinda kurashar ekan. Ta'sir etish xususiyati ushbu preparat ekinlardagi un shudring, oydum, Porsche meva chirishi kabi, ya'ni kul kasali, meva chirish kabi kasallikka qarshi kurashadi. Kurashda qo'llanadi, hosilning yo'qolishi va kasallik keng tarqalib ketishini oldini oladi. Preparat qo'llangan ekinlarning hosili sifati yaxshilanadi hamda kasalliklardan ishonchli himoya qilinadi. Ana Polisol o'sha 5 grammdan 7 grammgacha nima qildik? Qo'shdik, 6,5 gram qo'shdik. Polisol hozir uzumlarga mazza kirdi, suv kirib qolgan paytda immuniy foydasi bor. Ta'sir qilmaydi. Masalan, oldingi nimalar bor, yorib yuborishi mumkin. Buning hozirgacha sepilgan narsalar. Endi bu Polisol shunday xususiyati borki, mana hozir donani kattalashtiradi. Mana bunday qilsangiz, buni changi bo'ladi. Uzumda changi bo'ladi. Bilasizlarmi, bu yerda oppoq. Ana shuni yo'qolganini yana qoplab beradi. Shunaqa xususiyatga ega fungisid sifatida o'sha mikroblarni, qolgan qutgan mikroblarni o'ldiradi. Uzumlarda, umuman mevalarda abrobotga qilishda biz faqat kasal bo'lganda qaramasdan har 10 kun, 15 kun juda mirishkor dehqonlarimiz 8 kundan 10 kunga qolgizmay, o'zi bilib o'sha sog'ligi uchun nima kerak bo'lsa qilib borishaveradi va natijada kasallik yo'qmaydi. Shuning uchun meni uzumim hozir zo'r turibdi, yaxshi turibdi. Hozirgi abrobotgamiz ne tolki o'zim hamma meva-chevalarga bersa bo'laveradi. Eng asosiy pishib turgan holatdagi mevalarga zarar yo'q Polisolda. Sababi donani kattalashtirib beradi, fungisid holatdagi o'sha mikroblarni yo'qotib beradi. Yana bir nima, stressdan chiqarib beradi. Chunki havo 40 gradusdan ortiq isib ketdi-yu. Endi 40 dan ag'ini aytmayman. 40 dan oshib ketdimi? Endi yana kecha yomg'ir yog'di. Yomg'irda 25 gradus salqin havo bo'ldi. Muzdek suv yomg'ir tushdi. Bunda nima bo'ladi? Hovliq qilib qoladi, yuragi o'ynab qoladi. Ana shu holatdan chiqarib beradi. 5 grammdan 7 grammgacha. Yana bir nima, ko'pchilik o'ylaydiki, 7 gram, 5 gram emas, men 15 gram qo'shsam tezroq bo'ladi. Unda Giter kaput bo'ladi. Hech narsani peridoza qilib aytmayman. Mana shu 7 grammi, 2 grammi plus minus mana. Eng pasti 4 gram. Shunday netolki har qanday preparatni eng kamidan aytilgani 1 gram, 2 gram past, 1 gram, 2 gram qo'shsiz zarari yo'q, peridoza bo'lmaydi. Ifokalifos vitamin kafolatlangan tarkibida umumiy azot 1%, natriy azot 1%, umumiy suvga eruvchi fosfor 12%, umumiy suvda eruvchi kaliy 25%, suvga eruvchi bor 0,6%, suvda eruvchi rux 0,1%, PM 608%. Ta'sir etish xususiyati parvarishlanishining uzoq muddatdagi ekin parvarishlashining uzoq muddatlarda ham gullash, ham meva yetilishi davrlarida ekin tomonidan tez va oson o'zlashtiriladi. Mo'l va sifatli hosil olishga yordam beradi. Hatto buni g'o'za, makka jo'xori, kungaboqar hamma har qanday shu meva-chevami polid ekiniga foydalansak bo'lar ekan. Kalifos mikroelement, ya'ni o'sha vitamin, ular ham stressdan chiqarib beradi hamda mana barglarimizni qoraytirib beradi. Barglarimiz. Mana hozir barglarda haligi issiqda atrofiga sal kuyish hosil bo'lgan. Stress orqasida o'sha o'rgamchikani ham yegandan keyin stress bo'ladi. Endi shu stressdan chiqarishga yordam beradi. Mana hurmatli o'rtoqlar, ozmi ko'pmi? Dehqonchilikda mayda-chuyda ikirchiliklar nihoyatda ko'p. Buni haqiqatda mana ertalab o'zim ham turganimda vahima bosadi. Bugun bitta shu video qilishim kerak, buni sepishim kerak, apparatda o'zim sepaman-ku. Vahima bosadi. Ey, yotaver mazza qilib yotaver ashurvoy deydi kimdir. O'zingizga o'zingiz kuch-quvvat berib, eng asosiy bir joyingiz og'rimasa, qo'lingiz, oyog'ingiz ishlasa, ko'zimiz ko'rsa, burnimiz ishlasa, oshqozon zo'r ishlasa, ishtaha zo'r bo'lsa, hojatga borib kelish o'rnida bo'lsa, qolgan nima bo'pti? Eng boy odam, hozirgi kamchiligi yo'q odam, eng bagati odam. E'tiborlar uchun rahmat.